Oybek ukamizning farzandlari uchun tabriklamoqda. Ko'p etmoqdalar. Marhamat degan aka, joningiz sog' bo'lsin. Kerak emas. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, uzoqdan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar, shu bugungi qandan kechamiz qatnashayotgan janlarning sunnat to'yiga o'z nomidan, oila bu ikki yoshlarni chin qalbdan tabriklab, ularning hayotlariga ulkan zafarlar, katta duolar tilayman. Doimo Allohlarga hamda yo'llarga tabassum olmasin. Hayot ularga doimo kulib olsin. Bugun qalbim quvonchga to'lib, sen tabriklagan to'yingga keldim. Seni baxtiyor bo'lib, peshlar davrasiga to'yingga keldim. Ifalarim shu rahmat. Rahmat degan aka, joningiz sog' bo'lsin. Alloh umringizni uzoq qilsin. Siz ham farzandlaringizni rohatlarini ko'rib, iloyim mana shunday davralar qilib, do'st dushmanlardan mana shunday qilib turib xalqning taklif etishlaringizni orzu qilamiz. Azizlar, hozir kuyovimizning demoqchimanki, o'zimizning amaklarimizning, kuyovlarimizning o'g'illari sherda mana bu kishilarning do'sti Boyir akaga beramiz. Boyir aka, marhamat, tabrik so'zi sizdan. Anchon uxlaganda ham tushimizga kirgan emas edi. Allohning berganiga shukr. Boyirjon, qanisiz Boyirjon? Sen yig'lading. Sen yig'lading, men yig'ladim. Yig'lamas olam. Sen bilan men o'tib ketsak, hech kim chekmas g'am. Ey jonginam, ne sababdan ko'zlaringdan gar yosh ko'rsam. Azizlar, ilohim ko'zlaring yoshli hech farzandlaringiz bilan boyib yashab, ne orzularingiz bor, Alloh shu ko'zlaringizga yetkazsin. Men shunday orzu qilaman. Hech aqrobolarimiz, ilohim Alloh ummatlaringizni uzoq qilsin. Ilohim sizlarga ham mana shunday qilib barcha karomalar, farzandlaringizni rohatlarini ko'rishlaringizni Allohdan so'raymiz. Bizor doim lablaringizdan savdan yuzlaringizga qarasin. Hamma mana shu kunlarimiz, mana shunday onaxonlar va tojibon otaxonlarimiz orasida shu kishilarning duolari bilan shu kunlarga yetishganlarimiz uchun Allohdan so'raymiz. Aziz mehmonlar, onaxonlarning ota-onasining xizmatlariga bo'lsin. Bu farzandlari voyaga yetishi uchun Alloh shu kishilarning ota-onalarining duolarini orzu qilaman. Ilohim xonadonlarida baraka aylasin. Rahmat mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana Oybek ukamizning farzandlarining to'ylariga xush kelibsizlar. Ilohim Alloh har bir talaringizga mana shu kunni nasib etsin. Xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, hozir mana eng qadrli bizdan mehmonlarimiz, bizdan hurmatli aziz bobolarimiz qatoridek, akalar qatoridek. Tabrik so'zini Bozorqul akaga beramiz. Bozorqul aka yigitday ana shunday o'tirishlarini orzu qilamiz. Xush kelibsiz deb ajoningiz sog' bo'lsin. Aziz mehmonlar, mana davramizda ham yana bir juda ham. Ya'ni men ko'p gapiryapman. Ozgina qo'yay. Soyibjon. Thank you.
Hafızın armağanları